Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Rekuber va bugun biz Minecraft Pocket Edition uchun modlarni o'tkazib o'ynashni o'rganamiz. Bundan oldin siz like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men esa sizga buni tutorialni o'rgataman. Sorry. Uning uchun siz Play Marketga MC Pedal deb yozib, mana shu ilovani yuklab olasiz va ichidan kirib modlarni yuklaysiz. Libi xohlaganini yuklaysiz. Yuklab bo'lganingizdan so'ng mana bu yerda ochish uchun papkalar chiqadi va siz bu yerdan Minecraftni tanlab olasiz. Successful imported degan yozuv tepada chiqadi. Shundan keyin men qilgan nastroykalarni qilganingizdan so'ng Create New World qilasiz va bemalol shu modda mazza qilib o'ynaysiz. Avvalo jigarim, bugun yangi yil, yangi orzular, yangi imkoniyatlar tuhfasi bo'ladi. Bu yil sizlarga omadli kelishini tilayman. Albatta, hamma tilaginglar amalga oshsin. Sizlar yaxshi tilaginglar yo'lda, men ham tilakdoshman. Hammanglarga rahmat jigarlar. Yangi yillar bilan. Bugun svet o'chmaydi, mazza. Men qilgan nastroykalardan so'ng men kayf qilib shu modda o'ynaysizlar. O'zingizlar xohlagan modda kirib, faqat bitta minusi bor. Telefoninglar tez qizib ketadi jigarlar. Shuning uchun oddiysini o'ynab o'rgan yaxshi, lekin ko'p odamlar mod bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Jigarlar, videomiz oxirlab qoldi. Sizlarga kattakon rahmat. Videoni ko'rganingiz uchun xayr, sog' salomat bo'linglar.